Shoshmasdan tez-tez ishlaymiz. Boshliq, bu kechroqmi yoki tong sahar mashina kamligida qilsak bo'larmidi? 5 dan 7 gacha ideal vaqt. Hamma ishlayotganimizni ko'radi. Xo'jayin, ruchnoy katogam yo'q ekan. Asfaltni qanaqa preslaymiz? Sapkovoyda olasan. Asfaltni chuqurchaga solasan. Ustidan tirs urasan, tayyor. Texnologiya. Mashinalar 4-5 marta ustidan o'tsa ochilib ketadi-ku. Bu endi asfaltni muammosi. Sal nariroqda ancha chuqurlik bor ekan. Asfaltni o'zi bilan yopolmasak kerak. Mana bu salafanni olib bitta cho'p topasan. Cho'pni chuqurga solib salafanni kiydirasan. Texnologiya. Xo'jayin, savol bor edi. Nega bizda 2 kishi ishlab 4 kishi turadi? Ishimiz sifatli chiqishi uchun bir ishchiga 2 tadan nazoratchi qo'yganmiz. Xo'jayin, suyunchi bering. Topdim. Xo'sh. Yangi asfalt qilingan svesh. Yer tagidan esa turba o'tgan. Remont boshlasak bo'ladi. Diqqat! Hamma to'xtasin. Hoziroq yangi obyektga turba almashtirgani boramiz. Pastdagi kovlab qo'ygan katta joyimizni nima qilamiz? O'rab qo'yinglar, 3 oydan keyin kelamiz.